Tajribam davomida ko'p sartaroshlar ish vaqtini rejalashtirmasligiga guvoh bo'lganman. Natijada mijozlarda noqulaylik va norozilik paydo bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shuhrat Ismatullayev va bugungi mavzuyimiz ish vaqtini to'g'ri rejalashtirish bo'ladi. Kun tartibini nazorat qilish uchun sartarosh belgilangan ish vaqtidan biroz ertaroq kelish kerak. Bu vaqt davomida ish joyini va ish qurollarini tozalab, dezinfeksiya qilib, ish uchun tayyor holga keltiramiz. Mijoz kelganda sartarosh ishga tayyor bo'lish kerak va mijozni kuttirib qo'yish kerak emas. Chunki har bir yo'qotilgan daqiqa mijoz uchun hurmatsizlik belgisi bo'ladi. Keyingisi mijozlar orasidagi vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak. Misol uchun oddiy soch turmagi uchun 30-40 daqiqa, murakkab soch turmagi uchun esa sal ko'proq vaqt ajratishimiz kerak bo'ladi. Agar mijozda soch va soqol bo'ladigan bo'lsa, 1 soat va 1,5 soat oralig'ida vaqt ajratishimiz kerak bo'ladi. Sababi bundan keyingi kelgan mijoz oldingi mijozni kutib qolishi kerak emas. Kun jadvali mijozlar bilan to'liq bo'lsa, orada navbatsiz kelgan mijozni qabul qilish bu katta xato. Natijada ish jadvali buziladi va bu yana mijozlarni noroziligiga olib keladi. Tez ishlash bu shoshilish degani emas, bu harakat ketma-ketligini bilish degani. Soch olish jarayonida ortiqcha va keraksiz harakatlar ish jarayonini cho'zilishiga sabab bo'ladi. Bular telefonga chalg'ish, sheriklar bilan ortiqcha suhbat va shunga o'xshagan mayda holatlar vaqtni cho'zilishiga sabab bo'ladi. Ish boshlashdan oldin mijoz bilan soch turmagi haqida to'liq tushunchaga ega bo'lamiz va kelishilgan holda ishni boshlaymiz. Chunki jarayon o'rtasida fikr o'zgarib qolsa, bu yana vaqt yo'qolishiga sabab bo'ladi. Kun davomida samaradorlik tushmasligi uchun har 3-4 mijoz oralig'ida 10-15 daqiqalik tanaffus olish maslahat beriladi. Mijoz telefon orqali navbatga yozilganda oldindan qaysi xizmat turi kerakligini aniqlashtirib olamiz. Bundan maqsad kun jadvalini to'g'ri tartibga solish bo'ladi. Chunki har bir xizmat ko'rsatish turini o'z vaqti bor. Masalan, oddiy soch turmagi uchun 30-40 daqiqa ajratamiz. Soch va soqol bo'ladigan bo'lsa, 1 soatdan 1,5 soatgacha vaqt ajratamiz. Ish unumdorligi ko'proq ishlash bilan emas, aqlli ishlash bilan oshadi. Oldindan tayyorgarlik, tartib va reja tezkor xizmatning asosi. Sizlar bilan Shuhrat Ismatullayev bo'ldi. Rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, bizni kuzatib borishda davom eting, chunki oldinda sizlarni yana ham qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda.